sifatli ta'lim, motivatsiya, tanqidiy fikrlash, kitobxonlik madaniyati, amaliy tajribalar asosida o'rganish, zamonaviy bilim va texnologiyalar. Intellektual rivojlanish, jamoada ishlash. Bularning barchasi har tomonlama sog'lom fikrlaydigan, o'z maqsad va vazifalariga ega, o'zini yo'nalishini aniq belgilab olgan O'zbekiston yoshlarining xususiyatlari hisoblanadi. Va bizning o'quv markazimiz Lingo Pro ham xuddi shunday o'quvchi yoshlarni, kadrlarni kelajakka tayyorlashni ko'zda tutadi. O'quv markazimiz Lingo Pro ham 2017-yildan beri aynan shu maqsad sari oldin qadam tashlayapti. Biz har tomonlama ingliz tiliga yetuk bilimdoni bo'lgan o'quvchi yoshlarni tayyorlashda juda ham qattiq harakat qilyapmiz. Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosatlarga asosan o'quvchi yoshlarni chet tillarini bilish darajasini yanada yuqori darajalarga olib chiqish uchun o'z harakatlarimizni namoyish etyapmiz. Buning uchun turli xil tajribali o'quvchilar birgalikda bir jamoa bo'ylab harakat qilyapmiz. 30-iyun Yoshlar kuni bilan Lingo Pro jamoasi barcha butun O'zbekiston yoshlarini ilg'or yetuk kadrlarni tabriklab qoladi. Bayramingiz muborak bo'lsin.